Oy, ko'chalarimni manikyur qildirmaganimga ancha bo'ldi, chunki men yeb qo'yaman. Odamlar turmak halokat yeydigan bo'lsa, o'sha turmak halokatiga ichiga qo'shib, men tirnoq yeydigan odamlar turkumiga kiraman. Qarasam, qo'llarimni aylantirib, bu qaychini qayerdadir ko'rganmanmi desam, operatsionni xonalarda bo'lardi faqat deb o'ylasam, qarasam manikyurlarda ham ishlatilgan ekan bu qaychidan faqat. Opaga qarab, mana bu to'g'rimda turgan to'rtburchak qutida nima bor desam, bunda registrlangan instrumentlarim turadi desa, opa, men o'yladim tish doktorda faqat sterilizatsiya instrumentlari tushunardim. Faqat men tish doktorda. Yo'q, opada hammasi sovuq. Men bu qo'limga ishlatilayotgan temir tersaklar sterilizatsiyada mana shu apparatda o'tkazib qo'yilar ekan, xullas. Qaradilar, randaladilar, lekin bir nima chiqardi. Voy, bu opam yaratgan go'zalliklar bilan faqatgina uy ishlari qarg'ashi mumkin. Qaynonamga qo'shib. Chunki bundan oldin ham uy ishlari tirnoqsiz bo'lib turib bisratmaganman, tirnoqli bo'lib turib bisatarmidim, bir joyda qo'porarmidim, to'g'rimi? Umrimda qo'limga massaj qilinmagan massajlarni qilib qo'ydilar, yengilgina harakatlari bilan. Undan keyin pedikurga o'tirdim, pedikurda qitig'im yomon keldi, lekin zo'rg'a chidadim, o'ylayman. Unaqa qitig' hayotda umrimda olmaganman. Travma. Lekin вообще ko'rdinglarmi? Dahshat. Pedikurlarni boplab qo'ydilar, lekin asal chiqdi. Kelaverasizlar Yunusobod 16-kvartalda. Faqatgina Masha opani ishlariga javob, chunki sterilizatsiyadan hammasi birin-ketin o'tar ekan. Shuning uchun kelaveringlar. Profilni atmaka qilib qoldirdim.